Zahiriddin Muhammad Bobur haqida bir nechta to'rtlik yozganman, o'qib beraman. O'tmishingda yaxshi tarix bor ekan, to'g'ri xalqlar bir-birovga yor ekan. Faxrli elga yashab o'g'lonlaring, ona yurtim ko'kalam gulzor ekan. O'rni bordir, u zahirdan eslasam, u shahanshoh muqtadirdan eslasam. Boy fikr hamda siyosat qurguchi, ham adibu sardabirdan eslasam. Ham adibu sardabirdan eslasam. Yoshlikdan qurdi erkin davlatin, ham yaratdi bizga Bobur xatin. Baxt yorlik qildi Bobursho bilan, ko'p yutuq oldi biroq ozroq keyin. Imperator ezidan bosgan qadam, ma'rifat bilguvchi hamda bonadam. Tarixi farhang tilin yuksaltirib, dov yurak chaqqon bahodir zarqalam. U mening xalqim degon deb o'ylagan, bosh kechirganini qiziq so'ylagan. Xalqaroda mish ko'targan bu kitob, tarixi devoni doston ko'ylagan. Ha, kitobni ismi Bobirnomadir, ham tuzuku voqeot hangomadir. Til go'zal, dastur pishiq, nasri asar, harbiy daftar ham chiroyli nomadir. Boshqa devon daftari ham oz emas, she'rini hech kim hali ham kam demas. U risola aruz hamda mubin, sutcha boylik hamda ilg'or boshqa kemas. U tutum tuzdi ki savdogar uchun, o'lka boyligiga ochdi ming tugun. Zahiriddin Muhammad Bobur kitobida iqtisod bo'yicha ko'pala gaplarni aytib o'tib ketgan. Ya'ni birinchi bor iqtisodni o'sha sistema asriy texnologiyaga Zahiriddin Muhammad Bobur o'z kitobiga Boburnamasiga aytadiki, o'sha moliyot degan gapini bu yerda aytib o'tadi. U tutum tuzdiki savdogar uchun o'lka boylikka ochildi ming tugun. Qancha yillardirki soliq rejasiz, endi ish olmoq kerak darhol bugun. Garchi yorlik qilmadi tildoshlari, yorlikchi qarshi turdi qoshlari. Rejalarni tuzdi to'g'ri yaxshiroq, chorasizdan qoldi suqqa boshlari. Ey savosh Boburga she'ring sovg'a qil, tarixingda bahralansin ko'p o'g'il. Horimasdan tilu farhangni devon, boshqalarga manba bo'lsin ham dalil. Tavajjularingizdan minnatdorman.